99-bob nafaqatur rajul ala abdihi va xodimihi sadaqatun. Bir kishi quliga yoki xizmatchisiga nafaqa bersa, bu ham sadaqa o'rniga o'tar ekan. 195-hadis Al-Miqdam radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinar ekanlar. U kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamni quyidagilarni aytganlarini eshitibdilar. Ma at'amta nafsaka fa huwa sadaqatun. Va ma at'amta waladaka va zawjataka va xodimaka fa huwa sadaqatun. O'zingga o'zing bir taom topib yesang, halol pok yo'l bilan, bu ham sadaqa. Yoki bir taom topib bolangami, xotiningami, xodimingami yegirsang, bu ham sadaqadir, debdilar. Chunki o'sha halol yo'ldan topib, Xudoning aytganini qilganiga qilingan urinishi, niyati o'sha sadaqaga qancha savob bersa, bunga ham shuncha savob berishiga sabab bo'ladi. Demak, birovni qornini to'yg'izish mana shunaqa savobli ish ekan. Agar u o'zi bo'lsa ham, bolasi bo'lsa ham, o'z vazifasi shu. Vazifasini bajaryapti-yu, lekin baribir savob oladi. Xuddi namoz o'qish vazifamiz, uni o'qisa Alloh taolo yana ustiga savob bergandek gap. 196-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki: "Xayrus sadaqati ma biqayyi ghinan wal yadul ulya khayrun minal yadis sufla wabda biman ta'ul taqulu imra'atak anfiq alayya aw talliqni wa yaqulu mamlukuka anfiq alayya aw bi'ni wa yaqulu waladuk ila man takiluna." Rasululloh aytdilarki, sadaqaning eng yaxshisi shu yerda biz harflar boshqacharoq bo'lib qolibdi. Baqiya g'inan degan, ya'niki boylikka muhtoj bo'lib turib bergan. O'ziga kerak shu narsa. O'zi behojat bo'lishi uchun kerak. Lekin shunday bo'lsa ham sadaqa qilib beryapti, o'sha eng sadaqa bo'ladi. O'zidan oshib qolgani u bo'ladi o'zi. Lekin o'zini ham hojati tushib turib, birta o'zidan ko'ra muhtojroqni ko'rib o'shunga bersa, o'sha sadaqa eng yaxshi sadaqa bo'ladi. Yana aytayaptilarki, al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla. Yuqori qo'l past qo'ldan yaxshidir. Bu sadaqa bobida aytilgan katta bir shior. Ya'ni sadaqa berish sadaqa olishdan yaxshidir. Shuning uchun mo'min musulmon odam doim sadaqa beruvchi bo'lishga harakat qilish kerak. Sadaqa oluvchi bo'lmaslik uchun harakat qilish kerak. Sadaqa beruvchini qo'lini hadis sharifda yuqori qo'l deyapti, ustun turadigan qo'l. Ustidan olib kelib, bunda tilanib turgan tilanchini qo'liga tashagandek bo'ladigan gap. Sadaqani oluvchini qo'li pastki qo'l, ochilib pastda turibdi. Demak, sadaqachi olib kelib, uni ustidan qo'lini qo'yib turib, ustiga qo'lini chiqarib turib, sadaqani beradi. Buni ma'nosi sadaqa beruvchi sadaqa oluvchidan yaxshiroqdir degani. Mana shu ma'noda mo'min musulmonlar doimo sadaqa beruvchi bo'lish uchun, demak, o'ziga yetarlik mablag'ga ega, iqtisodiy holati yaxshi bo'lishiga, birovlarga sadaqa berib yuradigan holatga chiqishga urinib yurish kerak bo'ladi. Vabda biman ta'ul. Endi sadaqang bor, sadaqa qilmoqchisan. Kimdan boshlash kerak? Birinchisi o'zingga ahli ayol bo'lgandan ber. O'zingni qaramog'ingdagilarni ber. Ba'zi birlarga o'xshab, bola chaqani ham rizqidan qiyib boshqalarga xo'ja ko'rsin uchun falonchi muncha osh damlabdi, u bu deydigan holatlar, u yaxshi sadaqa bo'lmaydi. Avval o'zingnikini ta'minlab qo'y. O'zingga ayol bo'lganlar, o'zingga qaram bo'lgan qaramog'ingdagilardan boshla deydilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam. Chunki xotining o'zi aytib turadi, yo meni qornimni to'yg'izib qo'y, yo talog'imni ber deydi. Bo'ladigan gap shu. Qulam shu ekan, men qornim och, yo ovqat ber, yo meni sotib ol, boshqasi menga ovqat bersin deydi. Bola ham shu aytar ekan, bizni kimga tashlab ketyapsan? Biz qayerda qolamiz deydi. Mana shu ma'no uchun demak o'zini qaramog'ida bo'lgan kishidan sadaqa berishni, nafaqa qilishni boshlash kerak bo'lar ekan. 197-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Qala amara an-nabiy sallallohu alayhi va sallam bi sadaqatin. Faqala rajulun 'indi dinar, qala anfiqhu ala nafsik. Qala 'indi akhar, qala anfiqhu ala zawjatik. Qala 'indi akhar, qala anfiqhu ala khadimik, thumma anta absaru. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kishilarni sadaqa qilishga buyurdilar.
Shunda bir odam aytdi, "Mani bir dinorim bor" dedi. Shunda Rasululloh aytdi, "Uni o'zingga sarfla" dedilar. "O'zingga nafaqa qil, o'zingga sarfla" dedilar. U odam aytdiki, "Endi axir, menda yana boshqasi bor, bir dinordan boshqa yana bir dinor bor. Unda" dedi, "uni xotiningga qil. Xotiningga sarf qil" dedilar. Haligi odam yana bor dedi. 3 dinori bor ekan shekilli. Dedi, "Uni" dedi, "xodimingga sarf qil" dedilar. Ana undan keyin o'zing bilasan dedilar. Demak, odam oldin o'zini nafaqasini joyiga qo'yish kerak ekan, keyin oilasini, o'ziga qaramog'idagi xodimlarini, boshqalarini, ana undan keyin o'zi bilar ekan. Qo'shnisiga beradimi, Ahmadkammi, Toshmatkammi, qarab, holiga qarab beraverar ekan. Uni ham endi boshqa hadislarda tafsilotlari bor. Kimga bersa yaxshiroq, qanaqa bo'ladi kelgan. 197-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Amara an-nabiy sallallohu alayhi va sallam bi sadaqatin faqala rajulun indi dinarun qala anfiqhu ala nafsik قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sadaqa, xayr ehson qilishga amr qildilar. Shunda bir kishi, "Mening bir dinorim bor" dedi. U zot alayhissalatu vassalam, "Uni o'zingga sarfla" dedilar. Haligi odam, "Mening undan boshqa yana bir dinorim bor" dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam, "Uni ayolingga sarfla" dedilar. Haligi odam, "Yana boshqa bir dinor bor" dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam, "Uni xodimingga sarfla, undan so'ng o'zing bilasan" dedilar. Mana ushbu hadisi sharifda ko'rinib turibdiki, inson topgan mol-u mulkini avval o'zining hojati uchun sarflashi, ahli ayoli, oilasining hojati uchun sarflashi, undan ham ortib qolsa, o'ziga yaqin bo'lgan kishilar, mana xodimlarimi yoki qarindoshlarimi, shularga sarflash kerak. Ana u chegaradan chiqqandan keyin endi kimga berishini o'zi bilaveradi. Lekin o'zi yemay, ichmay, bola chaqasiga, ahli ayoliga yig'izmay, ichkizmay, yaqinlariga yig'izmay, ichmay, to'plab, xo'ja ko'rsinga, odamlarning orasida gap bo'lsinga, shuhratparastlikka sarflash musulmonchilikda yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam bunday ko'rsatmalarni bergan emaslar. Ana shu haqiqatni yaxshi tushunib olish kerak. Har bir mo'min, musulmon o'zi topgan mol-u dunyoni, mablag'ni tartibli ravishda ushbu hadisi sharifda kelgani kabi sarflab borsa nihoyatda yaxshi bo'ladi.